Feruza Normatova Mahrga nima so'raganini oshkor qildi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Taniqli aktrisa Feruza Normatova yaqinda xorazmlik 23 yoshli Olloyor Abdushukurov bilan turmush qurgani bilan keng muhokamaga sabab bo'ldi. U Instagramda obunachilarining savollariga javob berar ekan, turmush o'rtog'idan mahr sifatida nima so'ragani haqida ham gapirdi. Men Mahrga 100 ta Qur'on kitob so'radim. Bu mening shaxsiy mulkim va uni nima maqsadda ishlatishim sir bo'lsin. Turmush o'rtog'im buni eshitib, ham hayron, ham xursand bo'lgan. Ilohim nikohimiz ikki dunyoda ham xayrli bo'lsin, dedi aktrisa samimiyat bilan. Balandlikdagi xavfli syomkalar Rayhon G'aniyeva navbatdagi noodatiy klip ustida ishlamoqda. Rayhon G'aniyeva muxlislarini hayratda qoldirishda davom etmoqda. Xonanda ayni kunlarda noodatiy va kutilmagan kadrlarga boy bo'lgan yangi musiqiy klipini tasvirga tushirmoqda. Ijodiy jarayonlardan ma'lum bo'lgan dastlabki tasvirlar navbatdagi premyera odatdagidan mutlaqo farq qilishidan darak beradi. O'zining o'ziga xos imiji, takrorlanmas kiyinish uslubi va yurakka yetib boruvchi qo'shiqlari bilan doim ajralib turadigan ijodkor bu safar ham qoliplarni buzishga qaror qildi. Gap shundaki, tasvirga olish maydonchasidan olingan ba'zi kadrlar haqiqiy xavf xatarni eslatadi. Xususan, ancha balandlikda suratga olingan ekstremal sahnalar ushbu loyihaning qanchalik murakkab va sarguzashtlarga boy ruhda o'tayotganini ko'rsatib turibdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni ham unutmang.